Rişelerimizi davamlaştırmaz hürmetlik vatandaş bugünkü ıslahı 2021 yıl 7. ayının 25. günü. Endiki mavzu yakın mavzu emas, yukarı leksiyanın devamı. Şimdi de Reuters haber kılıp mındak gösterdi. Amerika-Cungo işki devlet münasebeti yamallaşıp muşa dercige yetip geldi. Hatta Tianjin'de ötküzülüdüğün söhbetle görünürlük neticelerge erişişinin menzirisini diplomatiya, siyaset çembirigidek, yadigidek tasavvur kılışka çaresizmiz. Çaresiz kaldık. Bu şu cümle tazı enik bulmadı. Çaresizmiz. Lekin söhbet oңuşluk ötküzülüdüğün olsa endi konkretleşidi. Belki Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden bilan Jungo'ning davlat rahbari Xi Jinpingning bu yil kuzda uchrashishiga oxiri asos tayyorlagan bo'ladi. Demak, bu qatim Tianjinda suhbat o'ng'ishliqli bo'ladigan bo'lsa, 10-oyda ikki davlat rahbari Italiyada ko'rishishi mumkin demakchi. Oxir asos yaratgan bo'ladi. Bu uchrashuv 10-oyning oxirida Italiyada o'tkaziladigan 20 davlat guruhi yuqori darajaliklar yig'in arlig'ida o'tkaziladi. Yana bir xabar vatandosh. Jungo Tashqi ishlar ministri ishga qatnab O'rta Sharqni ziyorat qilib, O'rta Sharqda qo'llashga erishmoqchi bo'ldi. Boshliqni to'ldirmoqchi bo'ldimi? Mavzuli xabar 7-oyning 24-kun Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Washington Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi 7-oyning 17-kunidan 20-kunigacha Suriya, Misr, Aljeriya qatorliq davlatlarda rasmiy ziyorati bo'ldi. Wang Yi O'rta Sharqni ziyorat qilishdan burun u helala Afg'onistonning atrofidagi 3 O'rta Osiyo davlati Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekistonni ziyorat qilgan edi. Tahlilchilar bunday hisobladi. Minister Wang Yining O'rta Sharqni 2 qatim ziyorat qilishi O'rta Sharqni 2 qatim ziyorat qilishi O'rta Sharqdagi sheriklari bilan hamkorlashib, Afg'onistondan yetib keladigan xiristlarga taqobil turishni maqsad qiladi. O'rta Osiyodan o'tgandan keyin yo'l bo'ylab minister Wang Yi g'arb tarafga menish yo'lida safarga chiqdi. Amerika armiyasining 8-oyning 31-kunigacha Afg'onistonda chekinib chiqib ketishiga ergishib, Jungo Afg'onistonning murakkab, bexatarlik vaziyati ko'ngil bo'lishga boshladi. New York vaqt gazeti xabar qilib bunday ko'rsatdi. Garchi Afg'onistonda iborat bu tog' jilg'isi davlati Jungo uchun bevosita tahdid sololmasimi? Lekin Jungo Afg'onistonda tartibning buzilishi Tojikistonni o'z ichiga olgan boshqa qo'shni davlatlarga kengayib ketishidan ansiramoqda. Wang Yi, yoki minister Wang Yi O'rta Osiyoni ziyorat qilgandan keyin Afg'oniston vaziyati go'yo degudek Wang Yining kun tartibida jiddiy ishlar ichidagi jiddiy ish bo'lib qoldi. Tojikistonning tashqi ishlar vaziri Muhohidin bilan ko'rishgandan keyin minister Wang Yi muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq dedi. Yoki mundaq ko'rsatdi. Ikki davlatning navbatdagi jiddiy vazifasi moslashib, Afg'oniston vaziyatining o'zgarishiga taqobil turish, Afg'oniston Tojikiston chegaralarini muqimlashtirib, terroristlarga zarba berib, chet el kuchlarining O'rta Osiyoda olato'polon ko'tarishining oldini olish. Minister Wang Yi O'zbekistonning prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ko'rishganda Afg'oniston masalasi to'g'risida to'xtaldi. Tahlilchilar bunday hisobladi.
Cungo Afganistan Taliban siyasi hakimiyetinin ve İslam radikalistlerinin Uyguristan qatarlıq İslam diniga etiqad qiladigan rayonlarga kengayib ketişidan ansiraydi. Şuңlaşqa Beijing, Özbekistan qatarlıq O'rta Osiyo davlatları bilan aloqa bağlab, bundaq ahvolning yuz berishidan saqlanmoqchi bo'ldi. Tamamını anlaşacağız, hürmetli vatandaş.